Chimildiqdan qochgan kelin. 5 kunlik dunyo serialining 3-qismi Milliy Tuda 19-noyabr 2025 kuni 19:05 da namoyish etilishi kutilmoqda va bu safar ham tomoshabinni og'ziga tortadigan yumshoq dramatizm bilan ajralib turadi. Yangi epizodda voqealar oqimi yanada teranlashib, qahramonlarning ichki olami tabiiy tarzda ochiladi. Serialning menga yoqadigan jihatlaridan biri undagi zamonaviylik va an'ana uyg'unligi. Har bir kadrda sokin, ammo ma'noli ohang bor, suhbatlar esa ko'pincha kutilmagan darajada samimiy. 3-qismda bosh qahramonning ichki kurashi yanada kuchayib, uning mustaqil qaror qabul qilishga bo'lgan intilishi asosiy mavzuga aylanadi. Vizual uslub ham alohida tahsin etishga arziydi. Ranglar yumshoqligi, kamera harakatlarining nafisligi va umumiy ritm serialga o'ziga xos iliqlik bag'ishlaydi. Mualliflarning voqeani keraksiz dramatizmga burmay, balki hayotiylikni ustuvor qilgani serialni yanada qadrlashga sabab bo'ladi. Shubhasiz, 3-qism ham oldingilar singari o'zining mulohazaga chorlovchi ohangi bilan tomoshabinni ekranga mahkam bog'lab turadi.